Samandar Tank. Bu bola o'zi kim? Qayerdan keldi? Nega barcha o'zbek jangchilariga vizit tashlayapti? Odilxon, Saturn, Tyson va Gold. Nima sababdan ularga vizit tashlayapti? Bu bolaning bu jangchilarda adovati bormi? Ijtimoiy tarmoqlarni portlatayotgan bu shoumenlarning har xil qiliqlari Odilxonning joniga tegdi shekilli. Odilxon bu bolaga tweet qaytardi. Do'stlar, bu jangchilarni bir-bir yo'llagan tweetlarini o'zdan ko'ringlar va kim haq, kimni haqligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu Samandar Tank degani birinchi bo'lib Goldga vizit tashladi. Keyin Odilxonga, keyin Saturn va Tyson va endi boshqalarga ham vizit tashlayapti. Mavzudan yiroqlashmaymiz. Odilxonga nega vizit tashladi? Odilxonda uning adovati bormi? Yoki barcha harakatlari shunchaki shou uchunmi? Do'stlar, videoni ko'ringlar va o'z fikrlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirishni unutmanglar. Assalomu alaykum. O'g'alarim, ukalarim, mana paddeshga qilib turgan. Bu videom har tarafdan vizit tashlayotgan echkilarga tegishli. Voy echkilar, sizlarga vaqt keladi. Ozgina kutinglar, sabr qilinglar. Atak Lyuboying bilan oktagonning ichida gaplashishga tayyorman. Odilga keladigan bo'lsak, mana bloger aka-ukalarim paddeshga qilib turgan. Bu videomni Odil echkiga tashab qo'yinglar, qimorvozga. Ey, qimorvoz, Odil. Ukam, gapga javob berish kerak, javob. Ana bu tildan chiqqan gapga javob berish kerak. Qayerdasan, ukam? Kutaman, ha? Odil. Hurmatli sport blogerlari, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va kanallarni e'tibor bilan kuzatamiz. Ko'pchilik sportchilar nomidan, ko'pchilik yaxshi kuzatuvchilar nomidan iltimos sizlardan mana shu bolani jinni qo'ydi videolarini qo'yavermanglar. Shu sizlar qo'yasizlar, qanaqadir prosmotr yig'yapti, bu bola ham qattandir ko'ti qichyapti. Hayronman. Bunga tashadi, bunga tashadi, bunga tashadi, Odilxonga tashadi. Menga tashagan joyiga, "Davay, zalga keling, og'ayni, zalda menga o'rgating, raz shunchalik zo'r bo'lishdi" desam, rasmlarimni olib yirtib, bir narsa u yuzidan ko'rinib turibdi-da, bir gryaz bolaligi, bir iflos bolaligi. Agar o'zbek bo'lsa, nima deydi, o'zini yurtdoshiga tashamaydi-ku. Gold aytgandek, qancha chet elda bayslari bor. O'shalarga tashasin, sal natija qilsin. Atrofidagilarga, ota-onasiga, ustozlariga la'nat olib kelyapti xolos. Birorta odam normalniy komment yozayotgani yo'q. Iltimos blogerlar, qo'ymanglar shuni.